Barchaga assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Bugun sizlar bilan Yaponiyaga ishga kirish uchun kerak bo'ladigan eng muhim hujjat, ya'ni rerekushu, ya'ni bizning tilda nima deydi? Rezyume deydimi? Mana shu narsani tayyorlashni o'rganamiz. Ushbu video orqali siz 100% o'zingizni rerekushingizni o'zingiz tayyorlashingiz mumkin bo'ladi. Demak, videoni diqqat bilan tomosha qiling va men sizga qayerda nima qilish kerakligini hammasini bugun mana shu video orqali sizga tushuntirishga harakat qilaman. Demak, boshladik. Birinchi qiladigan ishimiz bu sayt Ohio.uz sayti. Ohio.uz saytiga kirasiz va kirganingizda mayda rerekusha yaratish degan tugma turibdi. Aynan mana shu tugmani bosasiz. Bosganingizdan keyin endi bu hozir hali saytimiz to'liq ishga tushmagan, ko'p funksiyalari bor, ko'p masalan bosh sahifada ham hali ko'p funksiyalar ishlaydi, ishlamaydi. Ular rerekusha yaratishga kirdik. Okey. Bu yerda hozir ko'rib turgan videomizni ko'rib turgan bo'lishingiz kerak va bu yerda ma'lumotlarni to'ldirish bor, rerekusha namunasini yuklash bor va EA uchun prompt bor. 3 ta narsa bor. Qarang, ma'lumotlarni to'ldirish, rerekusha namunasini yuklash va EA prompt uchun. Biz hozir birinchi ma'lumotlar formani to'ldirishni boshlashimiz kerak. Va o'shandan boshlaymiz. Birinchi qiladigan ishimiz. Demak, boshladik. Va akalar, mana ma'lumotlarni anketasi ochildi. Eng muhim narsa mana shu joy. Mana shu yerda har biriga e'tiborli bo'lib to'ldirib chiqing. Ketdik. 5 ta asosiy bosqichimiz bor. Har bir bosqichda ma'lumotlar bor. Birinchi nima qilamiz? Birinchi bosqichdan boshlaymiz. Qarang, savol. Hozir qayerdasiz? Yaponiyadamisiz yoki O'zbekiston yoki umuman chetdamisiz? Boshqa davlat ham shu O'zbekiston tipiga kirib ketadi. Farqi yo'q. Hozir masalan men holatimda Yaponiyadam. Qarang, Yaponiyani bossam boshqa narsalar chiqishni boshlaydi. Qarang. Bu yerda boshqa narsalar chiqishni boshladi. Highlightni qo'shib olay anaqamga. Ya'ni Yaponiyani bossam pastda boshqa narsalar chiqyapti. O'zbekiston tanlasam boshqa. Ya'ni har birda, ya'ni Yaponiyada bo'lsangiz boshqacha ma'lumotlar, O'zbekistonda bo'lsangiz boshqacha ma'lumotlar so'raladi. Endi Yaponiyadaman, okey. Qaysi vizada kelganman? Hozirgi vizam masalan, mening vizam hozir masalan Gakusei. Ko'p narsani men o'zimda aniq shaxsiy ma'lumotlarim emas, tavakkal kiritaman. Viza Yaponiyaga qachon kelganman? Mana shu oxirgi kelganimda 2025 masalan 3-oy keldim va 2-kuni. Okey. Vizangiz tugash muddat. Vizam qachongacha? Masalan 2030-yilgacha deyin. 2030-yil 2-oy 1-kungacha masalan. Okey. Ketdik. Ana endi mana yerda asosiy ma'lumotlarimiz boshlandi. Familiya, shaxsiy ma'lumotlari. Qizil pasport bilan bir xil qilib kirdik. Iloji bo'lsa hammasini katta harfda. Masalan, Hamidov Abdulloh Abdullayevich deylik. Abdullayevich, Endi tug'ilgan sana. Masalan, 2000-yil, masalan, 3-oy 1-kun. Jins. Erkak ayolligingizni bilasiz, erkak masalan. Fuqaroligi O'zbekiston shahar masalan Qashqadaryo. Iloji bo'lsa katta harfda kiriting mana shu joylariga. Ona tilim, ya'ni qaysi tilda masalan o'zbek, tojik, o'zbek tili masalan. Ketdik. Bo'yim masalan 79 deylik. Masalan, vazn masalan 84 deylik masalan. Turmush o'rtog'im bormi yo'q? Masalan, bor yoki yo'q. Kimda bo'lsa bor yoki yo'q. Bu qonuniy turmush o'rtog'i yozinglar. Xullas bor. Ko'zoynak taqasizmi? Masalan, kimda taqadi? Ha yoki yo'q. Sen yo'q. Okey. Ko'rish o'tkirlik. Agar sizda hech qanaqa muammo bo'lsa, birda tursin. Agar qanaqadir muammo bo'lsa, buni o'sha muammosi bilan biladi, qaysi raqamda qo'yishdi. Okey. Keyingi sog'liq va odatlar. Chekamanmi? Masalan, ha yoki yo'q. Yo'q. Ichmaslik, alkogol, ha yoki yo'q. Kasalligingiz bormi? Hozirga yo'q. Ha, masalan. Agar ha bo'ladigan bo'lsa, buni kasalligingiz bo'ladigan bo'lsa, mana shu yerga yozing. Masalan, kasalligim tez masalan, tez boshim og'rib turadi masalan. Shunaqa deb yozsangiz ham bo'ladi. Yoki masalan yo'q deb qo'ying, bo'lmaydi. Okey. Endi manzilga keladigan bo'lsak akalar, bu yerda e'tibor bersangiz Yaponiyadagi manzil ham yozib turibdi, ham O'zbekistondagi manzil ham turibdi. Agar buni tepada men agar O'zbekistondan tanlaganimda, O'zbekistondan tanlasam, akalar, mana Yaponiya manzili yo'qoldi. Ko'rdinglar. Endi men Yaponiya tanlaganim uchun ikkita manzil so'raydi. Ketdik. O'zbekistondagi manzilim masalan Andijon, Asakalikman masalan. Mahalla ko'choyi masalan Andijon masalan Guliston ko'chasi, Asaka shahri masalan Guliston
mahallasi, masalan 124-uy masalan. Yaponiyadagi manzilim. Masalan, bunga anaqa qilishingiz mumkin. Nima deydi? Pochta indeksi orqali qidirtirishingiz mumkin. Masalan, 366001 masalan. Mana уже mana saytimda chiqdi manzil. Endi bu yerga nimadir yozasiz masalan, 35 yoki bu yerga manavi yozsangiz bo'ladi. Uyingizni anaqasini bu yerga yozing. Masalan, apato 201-xona masalan deylik. Yaponcha deb yozsangiz bular qizig'i yo'q. Inglizcha, yaponcha, o'zbekcha qizig'i. Buni keyin o'zi to'g'rilab oladi. Okay. 4-bosqichga o'tdik. Ma'lumotlarning hammasini kiritiring. Yaponiyada manzilingiz bo'lmasa ham bitta manzilni kiriting. Haydovchilik guvohnomasiga keladigan bo'lsak, akalar bu yerda agar bo'lsa yaxshi yozasiz. Bo'lmasa o'chirishni kiritib qo'ying. Agar bo'lsa guvohnoma qo'shishni bosasiz va tanlang. O'zbekistonning guvohnomasi bormi haydovchilik yoki Yaponiyanikimi? Okay, ikkalasi ham bor kimdadir. Kimdadir faqat Yaponiyaniki bor. Yaponiya belgilaydi. Kimdadir faqat O'zbekistonniki bor. O'zbekistonni belgilaydi. Kimdadir ikkalasi ham bo'lsa, ikkalasini ham anaqa belgilaydi, ikkalasini ham qo'shadi qanaqa? Birinchi O'zbekistonni kirdiradi. O'zbekiston tanlasa, guvohnoma toifasi A, B, C, Y masalan. B C bor. B C ni yashil qilasiz, belgilaysiz. Okay. Olgan yilingiz bu juda ham muhim. Masalan, qachon olgansiz? 2019-yil olgansiz. Qaysi oy? Ikkinchi pravon orqasida turadi. Qaysi oyligi? Kuni shart emas. Endi bizlar pravlar asosan 10 yillik bo'ladi. 2039-29-yil. 2029-yilgacha bo'ladi va ikkinchi oygacha bo'ladi. 10 yil to'liq bo'ladi asosan. Yaponiyalik masalan 2 yillik, 3 yillik bo'ladi. Endi bo'ldi, kiritdimmi? O'zbekiston pravosini kiritdim. Endi yana bitta pravon bor Yaponiyaniki, masalan, oddiy pravosi bor mashinaniki. Kiritamanda endi Yaponiya tanlayman. Yaponiya tanlasam akalar, tanlang chiqadi. Guvohnoma toifasi bu yerda tayyor kiritilgan mana. Gensuki bor, Futsujidosho, Junjugata, Chugata, Ogata, Gen Hikime degan anaqa bor. Ya'ni tirkamali. Xullas, oddiy pravon bor. Okay. Qachon olganman? 2025 oldim masalan. Qaysi oy oldim? Mayda oldim. Okay. Qachongacha masalan 2028gacha masalan Yaponiyada asosan 3 yillik bo'ladi. Masalan, o'sha 5-oygacha. Okay. Bo'ldi. Kiritdimmi? Bo'ldi. Pravolar kiritdim. Keyingisi endi akalar mana ikkinchi bosqich bu o'qish bosqichi. Bu juda ham muhim bosqich. O'qish tarixiga akalar hamma o'qish tarixi kiritilishi shart. Maktabdan tortib kollej, litsey, universitet, Yaponiyadagi Nihongo Gakko, Senmon Gakko, tayyorgarlik qilganmisiz, o'qishni chopganmisiz, yoki kubi bo'lganmisiz? Hammasi kiritilishi kerak. Bu yerda hamma narsa bor. Mana ket. Birinchi o'qish. Men o'zimda yozay. Men O'zbekistonda maktabda o'qidim, litseyda o'qidim, universitetda o'qidim. Keling Yaponiyada Nihongo Gakkoda ham o'qidim. 4 ta o'qishimni masalan kiritaman. Ket. Birinchi O'zbekiston o'qish joyim, okay. Boshlang'ich maktab, okay. O'quv nomi masalan Yakkabog' tumani masalan 59-umumta'lim maktabi. Okay. Ketdik. Fakultet shart emas bunga. Yil, kirgan yili. Masalan 2001-maktabga qachon borganman? Masalan 2001-yil, 2002-yil borganman va albatta 9-oy, ya'ni sentyabrdan boshlanadi bizlar o'qishlar. Keyin qachon bitirdim? 9 yil bo'lsa 2011-yil bitirgan bo'laman, to'g'rimi? 2011 bo'ladi va mayda bitiramiz maktabni. So'ngroq mayda bo'ladi. Demak, endi maktabim ketdi. Endi o'qish joyi qo'shaman. Ikkinchisiga endi nima litseyni yozaman masalan. O'zbekiston, endi men litsey tanlayman. Masalan, Shahrisabz akademik litsey. Litsey. Fakultet yo'nalish masalan aniq fanlar o'qigan masalan deylik. Aniq fanlar yo'nalishi. Okay. Kirgan yili masalan 2010-yil kirdim. 10-yil 2010-yil emas. 2011-yil kirdim masalan va 9-oydan kirdim. 2014 masalan 6-oy tugatdim. 3 yil o'qidim litseyda. Okay. Endi universitetga kirdim. Okay. Universitetdan O'zbekiston, endi men aytdim universitet tanlayman. Va qaysi universitet masalan? Toshkent davlat texnika universiteti. Okay. Fakulteti masalan elektronika
va avtomatika. Avtomatika, okey. Qachon kirdim masalan? 2014 kirdim masalan. 9-oydan o'qish boshlanadi bizada. O'zi oyga 9 qo'yib qo'ysam bo'lagan kirish yillariga. Chunki bizada faqat 9-oydan boshlangan. Hozir lekin boshqa anaqalar ham bor, to'g'ri. 2014 bo'lsa, 2018 tugatdim masalan. 6-oyda, okey. Endi universitetim ketdi. Endi Yaponiyada o'qidim. Qaysi Yaponiyada o'qidim, okey. Boshlang'ich maktab nimada? Til kursida o'qidim. Qarang, Yaponiyaga o'qish qo'shishdi, qarang, Yaponiya qildim. Til kursida o'qiganman. O'quv muassasasi nomi masalan Tokyo Design Yapon tili maktabi. Yapon tili maktabini qo'shing, agar yapon tili maktabi bo'lsa, masalan, nima qilsangiz bo'ladi. Fakultet yo'nalishim masalan yo'q yoki masalan dizayn yo'nalishi, Simon bo'lsa, masalan dizayn yo'nalishi. Okey. Qachon kirdim? Masalan, 2020 keldim Yaponiyaga. 4-oy keldim. 2002 yil o'qidim. 2022-yil 3-oy tugatdim. Yaponiyada 4-oy kiradi, 3-oy bitiradi-yu. 2 yil. Mana kirdim. Bo'ldi. Meni 4 ta o'qishim mana kiritib bo'lindi. Okey. Endi keyingini bosaman. Endi bu yerdagilar ish anaqamiz. Ishda ham xuddi shunaqa. Qayerda ishlaganimiz hammasi yoziladi. Rasmiymi, norasmiymi, qizig'i yo'q. Chunki bizada ora ochiq qolib ketish kerak emas. Masalan, bizada orada 3 yil Rossiyaga ketdingiz, to'g'rimi? Shuni kimdirlar yozmaydi. Araylik shuni ko'rgan paytingiz 3 yil orada bo'sh qolib ketadi. To'g'rimi? 3 yil nima qilgansan deydi. Ya'ni shubha uyg'otmaslik uchun yozing, Rossiyada qurilishda ishladim. Hech qanaqa buni yomon tomoni yo'q. Bu hamma narsa kasb, bu tirikchilik, halol kasb. O'shaning uchun yozing. Masalan, ish joyim. Masalan, 2018 institut bitirdim bo'lsam, shundan boshlab ish joyimni yozaman. Masalan, birinchi O'zbekistonda ishladim. Qayerda ishladim? Masalan, Yigitali, masalan, fermer xo'jaligida ishladim. Nomi, lavozimi, masalan, sifat nazoratchisi. Agar magazinda ishsangiz, magazinning nomini yozing. Masalan, Samarqand shahridagi qurilish materiallari do'konida sotuvchi bo'lib ishladingiz, nima ish qilganman masalan? Mahsulotlarni sotishda, masalan, o'sha kassada turganman yoki masalan, aniq nima ish qilganman, masalan, o'zim bo'yicha yozadigan bo'lsam, masalan, mahsulotlarni sifatini nazorat qilish bilan shug'ullanman. Okey. Qachon kirganman? 2018 kirdim, okey. Qaysi oy kirdim? Masalan, avgustdan kirdim masalan. Keyin qachongacha ishladim? 2020 gacha ishladim. Qachongacha? Masalan, 3-oyga ishladim. Okey. Yana ish joyim bormi? Bor. Keyin masalan, O'zbekistonda yana ishladimmi? Ishladim masalan. Masalan, Japan Digital University'da ishladim masalan. Lavozim masalan, oddiy xodim bo'lib ishlaganman masalan deylik. Nima ish qilganman masalan? Talabalar markazida talabalar bilan ishlaganman deb qo'yib bo'ldi. Yoki aniq nima ish qilgan bo'lsangiz, o'shani yozsangiz bo'ladi. Yozib qo'ying, bo'ldi. Bu Shigotoni nayo deydi. Nima ish qilganingizni yozib qo'ysangiz bo'ladi. Endi ishga kirgan yilingizni kiritasiz. Masalan, bu yoqqa 2023 kirdim masalan. 4-oy kirdim masalan, 2024 masalan. Bungacha. Endi men masalan Yaponiyada ishladim. Qaysi masalan? Nihon Gakko keldim-ku. Nihon Gakko kelgan paytim bayt o'qiganman akalar. Mana shu narsani ko'pchilik yozmaydi. O'qish paytidagi ishini yozmaydi. O'qish payti ish ham qildingiz, uni ham yozing. Masalan, baytda. Okey, Yaponiyada ishladim. Nima ish qildim? Qanaqa vizada kelganman o'sha ishlagan paytim? Gakusui talaba vizada keldim. Nima ish qildim masalan? Tokyo Station oldidagi masalan 7-Eleven'da masalan oddiy staff bo'lib ishladim. Staff bo'lib ishladim. Lavozimim nima masalan? Sotuvchi bo'lib ishladim. Oddiy sotuvchi. Nima ish qilganman shu do'kon kassada xaridorlarni qabul qilish, masalan, do'konni tartibga solish. Xo'sh, nima ishlar qilgan bo'lsangiz, o'shalarni juda o'zbekcha oddiy qilib yozib qo'yavering. Hech kim sizni urishmaydi. Chunki bundan keyingi bosqichda aytaman, bunday yasaymiz. Endi ishga kirgan yilingiz. Masalan, 2020 keldimda, Nihon Gakko uchun 4-oy keldim-ku, men 6-oydan kirdim. 2 oy meni boshlashim ketdi. 6-oydan bitta senpai meni o'sha kombinaga borib tiqib qo'ydi.
Bu yerda masalan 2 yil bitirgunimcha zo'r ishladim. Onasan zo'r edi. Mazza qilib ishladim. Masalan 4-oygacha ishladim. Bosib gazib. Vizam tugaguncha 6 oyga ishladim. 2 yil ishladim. Okay. Yana ish bormi yo'qmi Yaponiyada? Kimdir 6 oy Yamatoda ishlaydi yoki 4 oy nimada ishlaydi. Iloji bo'lsa-chi, mana 1 oy, 2 oy, 3 oy, 4 oylik ishlaysiz yozmang-da. Uzoq-uzoq masofani yozing. Masalan, ikkita ish yozgan bo'lsangiz, bitta ishingizni yozganingiz ma'qulroq. Chunki bir xillar borda, har 3 oyda har joyda ishlab tashlagan bo'ladi-da, bir 10 ta joyda ishlagan, 10 ta joy yozib chiqsangiz, mana relik shu juda katta bo'lib ketadi. Undan ko'ra shunday ishdan bir garaj bir-biriga bog'liq ishlardan bir 4 tasini yozsangiz yetadi. O'shancha bo'ldi. Demak, ish joyini tushuntirdim-a? O'zbekistonda qayerda ishlagan, oddiy Rossiyada ishlagan bo'lsangiz yozing. Qaysi davlatda, boshqa davlatlarni belgilab, qurilish kompaniyasida betonchi bo'lib ishlaganman. Yoki masalan bitta ko'rsatayman, ish joyi masalan Rossiyada ishladim. 2 yil masalan Malyarkada ishlab keldim masalan. Qayerda ishladim? Masalan boshqa davlat belgilayman. Masalan Rossiyada qurilish kompaniyasida masalan agar kompaniyaning nomini bilsangiz yaxshi. Masalan Stroymi yoki bilmasam bo'ladi. Bilmasangiz Rossiyada qurilish kompaniyasida masalan oddiy ishchi deydik, oddiy ishchi bo'lib nima ish qildim masalan uy devorlarini qurish bilan shug'ullandim. Mana oddiy yozib qo'yasiz. Mana shu yozib qo'ying. Buni sizdan ertaga qaysi kompaniyada ishlagansan deb so'ramaydi. Muhimi siz haqingizda ma'lum, bu Rossiyada ham qurilishda ishlagan ekan, demak qurilish bo'yicha tajribasi bor ekan degan shunaqa narsa beradi. Buni o'chirib qo'yaveraman. Okay. 3 ta ishni yozdim. Keyingisi akalar. Endi sertifikatlar. Bu juda ham muhim joyi. Mana shu holatda qarang. Bu yerda o'qigan bo'lsangiz, yapon tili sertifikati turibdi va to'qqitigina sertifikat turibdi. Aslida bizda sertifikatlar desa mana shu ikkita sertifikat nazarda tutiladi. Yana qanaqa sertifikatingiz bo'lsa, masalan, o'shani bu yoqqa qo'shsangiz bo'ladi. Okay. Birinchi holatda sertifikatingiz bormi yo'qmi yapon tili? Birinchi bo'limda. Sertifikatim yo'q. Okay, yapon tilini qanchalik bilasiz? Umuman bilmayman yoki bilaman, erkin so'zlasha olaman. Bir xillar bor yapon sertifikat umuman yo'q, lekin yapon tilini zo'r gaplashadi. Shunaqa belgilaydi. Agar kimdir sertifikatingiz bo'lsa, akalar, tanlang mana qanaqa sertifikat BJT, EJU, NATES, JTS, JFT Basic mana. Xullas menda masalan N2 bor deylik. N2 ni olganimdan keyin belgilasam, olgan sanam chiqadi. Yilim qachon oldim? 2024 oldim. Qaysi imtihonda oldim? Iyuldagida oldimmi, dekabrdagini oldim? Masalan, dekabrdagini oldim. Bo'ldi, JLPT belgi. Yana qanaqa N1 da ham oldim, tasavvur qiling men. N1 da oldim masalan. N1im bor. Qachon oldim? Masalan 2025 oldim masalan. Qachon? 2025 va 2025 oldim. Qachon oldim? Dekabrda oldim. 2025 dekabrda N1 da ham oldim. Ikkita sertifikatda mana shunaqa yozsangiz bo'ladi. Aka menga hozir kerak emas, o'chirib turaman. Okay. Yoki mana ko'pchilik bitta narsa qo'shay, JFT'si bo'ladi, faqat JFT'si. Bo'lmadi, JFT o'tib yozib qo'yasiz. Qachon oldingiz? Masalan 2026-yil. Masalan 3-oy oldim. Okay. Mana shunaqa JFT'ni yozib qo'yasiz. JLPT bo'lsa, JLPTni o'chirib qo'yasiz, muammo yo'q. Endi to'qqizigina sertifikatingiz bormi yo'qmi? Ko'pchilik endi to'qqizigina bo'yicha ish qilganim uchun to'qqizigina bo'yicha bu narsa juda ham kerak bo'lgani uchun kiritdim. Okay, bor. Masalan, qaysi sertifikat? Mana qurilishniki bor. Mana Kensetsu. Mana qurilish, okay. Bo'ldi. Qachon oldim? Masalan, 2026-yil 4-oy oldim. Okay. Undan oldin ham qanaqa sertifikatingiz bordir? Undan oldin, masalan, bino tozalashda olib qo'ydim aka. Qachon? 1 yil oldin oldim. 2025 qachon? Masalan, 2-oy oldim. Okay. Mana shunaqa sertifikatlar kiritib qo'yadi. O'zi to'qqizigina ko'pchilik o'zi bitta sertifikat bo'ladi. Ko'pchilik 2 ta 3 ta bo'lib qolsa, uni ham kiritib qo'ying. Bo'ldi. Keyingisini bosamiz. Keyingisida akalar bu yerda o'zi yakuniy qism, 5-qismda bu yerda oila haqida qisqacha ma'lumot so'raladi va anaqa sizda plus minus anaqa xarakterlaringiz haqida ozroq kerak bo'ladi redikshiyaga. Endi bu yerda qarindosh oilangiz, agar siz uylanib farzandli bo'lsangiz, ayolingiz, farzandlaringizni yozing. Agar uylanmagan bo'lsangiz, kiritib qo'ying. Ota, masalan, kim? Masalan, Aliyev Jamshid deylik. Tavakkal yozyapman. Masalan, ishi tadbirkor. Okay. Mana shunaqa yozib qo'yay, bo'ldi. Eng keyin masalan, ona masalan. Masalan, Berdiyeva masalan, Gulnoz. Tavakkal masalan. Kasbi nima? Uy bekasi masalan. Uy bekasi. Okay. Yana kim bor masalan? Akam bor. Akam masalan. Masalan, Aliyev Suhrob masalan. Kim kasbi masalan? Quruvchi yoki usta, qizig'i yoki buxgalter, qizig'i. Prosta shuni yozib qo'yiladi, bo'ldi. Okay. Endi mana yerda nega bu ishni tanladingiz degan tanlash bor akalar. Mana shuni juda ham muhim. Va bu yerga
tanlang mana variantlar bor. O'zimda yozaman degan joy bo'lsa, o'zingiz yozing aka. Lekin mana shu ishlardan bo'lsa bittasini tanlab qo'yganingiz ma'qul. Qiziqishlaringiz. Sportga qiziqaman, futbolga qiziqaman, sport zaliga qiziqaman, musiqa tinglash, qo'shiq aytish, kino ko'rish, kitob o'qish, kompyuterga qiziqar, kimdir rasm chizishga qiziqar. Aniq belgilab qo'ying. Okay. Endi yutuqli tomonlaringiz, ya'ni qanaqa? Mehnatkashman, mas'uliyatliman, jamoaga ishlay olaman, tez borib o'rganuvchiman, muloqotga ochiq. Tanlaysiz. Okay. Kamchiliklaringiz nima? Juda ko'p ishlab kam dam olaman, bir vaqtda ko'p ishlarni qilib yuboraman, ba'zan qaysarman, a? Tanlaysiz. Okay, bo'ldi. Telefon raqami masalan Yaponiya holatida masalan 070 124 567 masalan. Email kiritasiz bu yerga Ohio masalan academy@gmail.com. Bo'ldi. Mana. Kiritgan, menimcha hamma ma'lumotlar kirildi, bo'ldi. Endi akalar mana buni bossak, bizga bitta fayl yuklanadi. Hozir o'sha faylni ko'ramiz, mana yuklanyapti, yuborilmoqda bo'lyapti. Hozir o'sha faylni vaqt ketadi ozroq. Bir 20 sekundlarda yuklaydi. Chunki bizga kiritgan hamma ma'lumotda akalar bu fayl o'ziga yuklayapti. Faqat yuklaganda ham yapon tiliga tarjima qilib yuklaydi. Mana yuklandi. Okay, mana bizada burchakda mana nima JSON fayl yuklandi akalar mana. Hamidov Abdullohdan kecha ham bir video anaqa qilib ko'rdim. Bugun yuklangani mana 9 gigabaytlik mana bu fayl hozir yuklandi. Bu telefoningizda ham yuklanadi. Bu faylda qayerga yuklanganini bilib qo'ying, chunki bu fayl juda kerak. Ya'ni bu fayl asosida biz rediksiya yozamiz. Endi nima qilamiz desanglar, bo'ldi. Endi qiladigan ishimiz akalar, saytga qaytamiz va format to'ldirdik. Rediksiya namunasini olish, prompt bor. 3 ta narsamiz bor. Undan oldin qiladigan ishimiz akalar, bizlar rediksiya namunasini yuklab olamiz telefonimizga. Qayerda yuklaymiz? Bu tugmani bosamiz. Bu meni Telegramdagi adashmasam Ohoya kanalimda mana bu nima deydi? Fayl yuklab olamiz. Shunday download qilasizda, ustini skachatni bosib, o'zingiz faylingiz papkangizga yuklab oling. Bundan oldinga o'sha ma'lumotlarimiz fayl yuklandi. Bu faylni yuklaysiz va endi oxirgi qiladigan ishingiz akalar, demak endi promptni prosta ma'lum bo'lsa nusxalaysiz. Endi nima qilamiz desanglar, men ham har xil gapirib tashladim. Endi Google ga kiramiz. Google Chrome'ga kiramiz yoki bo'lsam nimadan Play Marketdan Cloud'ni yuklaymiz akalar. Cloud degani mana bu application. Rasmini ko'rib, mana shu applicationni yuklaymiz akalar. Va o'zimizda akkaunt Google'imiz orqali akkauntga kirib olamiz. Kimdir ko'pchilik Cloud ishlatsa ham kerak. Agar pullik ishlatsangiz juda ham zo'r. Pullik ishlatmasangiz ham bo'ladi. Yoki pullik ChatGPT yoki Gemini ishlatsangiz o'shanga qilasiz. Okay, nima qilaman? Okay. Kiraman promptga, Cloudga kiraman. Home'da turadi va chatda turadi. Cowork emas, chatda turadi. Okay. 3 ta hujjatni tashlayman. 3 ta hujjat. Birinchi hujjat bu nima? Meni boyagi faylimga yuklagan JSON fayl. JSON degan o'sha ma'lumotlar fayli. U mana bu yerda turibdi. Downloadsga kirsam akalar, mana bu hozir yuklandi. Men kompyuterimda qilyapman-da, buni telefonda qilsangiz ham bo'ladi. Bu akalar, bundan oldin ma'lumotlar to'ldirib yuklab olgan JSON faylimiz. Yuqorida download ishda. Okay. Ikkinchi hujjat akalar. Bu bizning nima? Ikkinchi nima? Rediksiyamizning namunasi. Ohoya Akademik Telegram kanalidan nima? Yuklab olgan mana bu faylingiz. Okay. Ikkita narsa tashladik-a? Bu bizning JSON faylimiz. Endi uchinchisi bo'ldi. Mana bu ma'lumotlarimiz asnosida mana bu rediksiyani yaratib ber deyishimiz uchun bitta chiroyli prompt kerak. Ya'ni bunga tushuntirgan bo'lishimiz kerak. Ana shu tushuntirgan narsa nimada turibdi? Saytda mana nusxalashni bosasiz bo'ldi. Nusxalandi. Okay. Mana shunday olib kelasizda mana shu yerga tashlaysiz. Mana past. Mana qarang. Promptim ham faylga o'xshab tushdi. Demak, prompt juda katta bo'lganligi uchun o'zi aslida mana bunaqa matn bo'lib tushish kerak edi. Lekin unaqa tushmadi-da. Nimada bo'lib tushdi? Oddiy mana shunaqa buni ustiga kirsa mana prompt bilan yozilgan. Mana men senga 3 ta fayl beraman. Nimani qayerga yozish kerak? Hammasi yozilgan. Tushuntira oldimmi? Bo'ldi. Buni mana shu bo'ldi. 3 ta qarang. Mening ma'lumotlarim, prompt, rediksiya namunasi. Ma'lumotlarim asosida mana bu rediksiyani, mana bu prompt, mana bu aytganlarim asosida yaratib ber. Buni ichida yozilgan PDF ham qilib ber, exa hammasi bor. Bo'ldi. Model Ops da turgan yaxshi, hayda turibdi. Masalan, buni
ko'tarsa ham bo'ladi. Masalan, hayda maksimal ekstra hayda turaversa muammo yo'q. Hayam yomon emas, Opus juda ham yaxshi model. Bo'ldi. Bismillah deb turib mana buni bitta bosamiz. Va bizaga ozroq vaqtdan keyin qani rediksha qilib beradi. Rasm ham yuklasangiz bo'ladi, lekin rasmingizni 100% qo'yib bera olmasligi mumkin. Lekin o'sha kimga masalan redakshonni jo'natgan bo'lsangiz, o'shanga aytsangiz rasmingizni masalan bemalol qo'yib beradi. Rasmni yuklab olsak bo'lar ekan. Men kutib turamiz, hozir qancha vaqtda yuklar ekan. Mana bu o'sha nima qilyapti? Hamma promptlar o'qiyapti, fayllarni o'qidi o'sha. Mana o'sha Gakuriki, Shokurikilarni o'sha topdi, chunki biz kiritdik aytib ishlagan hammasini olyapti, hozir joylashtirib chiqyapti. Ya'ni bu yerda hech qanaqa meni anaqa ishtirokim kerak emas rediksha yozish uchun. Siz shunday saytga kirib, o'sha formani to'ldirasiz, JSON fayl, ya'ni boyagi ma'lumotlaringiz fayli o'zingiz telefoningizga yuklanadi. Bo'ldi. Siz o'zingiz telefoningizdan Telegramdan anaqa namunani olasiz, prompt o'sha saytda turibdi. 3 oyda shuni bitta egaga berib, bitta tashlaysiz, chiqarib beradi. Ozroq vaqt ketadi, chunki bu oddiy ish emas. Mana akalar, bizaga ikki xil formatda ham Word, ham PDF variantda redakshamiz deyarli tayyor. Akalar, bu rediksha oddiy rediksha emas. Ko'pchilik hozir yozib berayotgan redikshalar ancha nimasi yaxshi sifati. Masalan, qarang, hozir download qilay anaqasini, Word'ini. Mana. Bu yoqda Word, mana qarang. Keling, bu anaqa bo'lib qolibdi. Mana akalar, mana hozirgi redakshamiz. Unda olib qarasak, hamma ma'lumotlarimiz to'g'ri tushganda, hech qaysi bir o'zgarmadi. Manzillarim, yoshlarim, o'qish tarixlarimizni qarang, chiroyli yozib bergan. Bu yerda ishlarim, va hokazo sertifikatlarimni bu yoqqa juda chiroyli yozgan. Masalan, JFT Basic belgilovdim, haydovchilik guvohnomalarini belgilovdim, qurilish sertifikatini belgilovdim, bino tozalashni belgilovdim. JLP'lar qarang, chiroyli yozgan. Qarang, Nihongo Noryoku ikkinchi JLP'da N2 Gokaku. O'zbekiston oddiy pravolarini belgilovdim. Nima qiziqishlarimni belgilavdim. Qarang, juda chiroyli yozib bergan. Mana shuni endi bemalol kompaniyaga jo'natsangiz bo'ladi. Akalar, rasmni ham yuklasangiz, rasmni ham qo'yib berardim. Men rasm yuklamadim. Endi bu yerda eng qizig'i nimasi ham bor? Bilsa ko'rgan bo'lsanglar, uni Word'da ham bor. O'zgartirish kerak bo'lsa, masalan, bitta to'g'ri xatolik qiladi. Word'da keling mana. Qayerni o'zgartirmoqchisiz mana? Lubayni o'zgartirib, masalan, mana bu oxir jadval kerak emas. Masalan, buni olib tashlaysiz. Kompyuteringiz, telefoningiz bo'lsa agar, masalan, delete. Mana qilib tur. Bo'ldi. Tayyor rediksha. Endi rasm ham agar sizda rasm yo'q menda desangiz, oddiy telefoningizni rasmidan juda ham yaxshi 3x4 unaqa sochlaringiz chiroyli qo'ygan, kostyum shungan galstuk taqilgan rasmni yaratishingizni o'rgataman. Uni keyingi videoda o'rgataman. Aka, hozircha shu bizani Oxoya saytimizga tez kirib turing, chunki bunda hamma narsa bo'ladi, xudo xolisa. Faqat hozircha ko'p narsa yo'q. Masalan, yapon tili bo'yicha kurslar deysizmi, to'qichgina bo'yicha manaqa nimalar deysizmi, hamma sohalarimiz bo'yicha ma'lumotlarimiz, nimalarimiz bor. Ma'lumotlar qilib chiqqanmiz, xudo xolisa, lekin hali to'liq emas. Ya'ni bular haqiqiy rostdan ma'lumotlar emas. Bular keyinchalik anaqa qilinadi, nima deydi, yangilanadi. Ishlarga omad. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Sizlar bilan mana kamerani kattalashtirib xayrlashay deydi-yu. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Ishlarga omad. Bizlarni kuzatishda davom eting. Yaponiya va yapon tili, Yaponiya ishlar haqidagi eng zo'r ma'lumotlarni sizlarga berib boramiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.